Ko'maman sherga. Matlab bu. O'xsan ale. Turgay. Jo'nayni mag'lubiyatga qo'limga tushsang maydalaymi? Qo'fladim. Aylanım güçlü öyle pa. Gülobja, ha bola qaytarib baka. Kerak bo'lsa o'zim qaytarib kel, tushundingmi? O'tangili yo'q, o'z kelsaklab birovlarni tuzak qilib boqmaya. Sen menga lamas saqlabsanmi? O'zim seni gazingni beraman, shoshmay tur. Shuni rasmchangni yasayman, mazzangni qo'chiraman. Matlab bu. Hamsiyangiz Jumanazar aka bor-ku. Ana shu kecha o'xshab bu xonangizga bitta qizcha olib kelib, achom qilyapti. Eve kardeşten ne uç çıkmaydı o ya? Ishonmasangiz mana ko'rsataman. Mana rasmi. İnanmıyorum. Ne burgalayamıyorum. Men chidolmadim Matlab bu. Urim. Men chidolmadim. Kecha ayol ishni qilyapti. Ayoqda tushdim. Urim Matlab bu. Ko'maman sherga. Matlab bu. O'xsan ayol ishni qilyapti. Ne yakala? Şlokka yana mana shunaqa ishlarni qilsang bo'l-ku. Vallahi ikki chiqmaydi. Jo'lim aka. Ko'maman sherga, tushundingmi? Vallahi. Yo'q bu. O'tberga. Sen Gülobjani razga shu qishloqda yo'q qilmasam, otimni jumayva tanshaba qo'yaman. Bu ishlaring mahallamizga zo'r obro' olib keladi. O'zi Samarqand bo'yicha eng katta zavodda endi bu to'g'rimi? Bizning Vibrapress zavodimiz O'zbekiston bo'yicha eng yirik zavodlardan biri. Nimagaki, bizda eng oxirgi texnologiyalar, 50 dan ortiq texnikalar hamda katta hajmdagi beton zavodi mavjud. Eng asosiysi, sizning buyurtmangizni biz bir kun ichida tayyorlab bera olamiz. Plitalardan tashqari bizda 400 markagacha bo'lgan suyuq betonlarimiz mavjud. Siz xohlagan hajmda hamda Samarqandning xohlagan nuqtasigacha yetkazib bera olamiz. Mana bag'i zo'r bo'pti. O'rak bu. Qishloqdagi mayda Gülobja bor-ku. Meni o'tirtirib tamsara gizgizlar marg'im deb o'tirtirib yotdi-da meni. O rais bu. Ya sen nima shuntakalik qilyapsan? Rais bu, asab ishonmaysiz. Sizni beda poyangizga Jumaga bo'l yuribdi mana. Ye! Bo'laga qilib yuradi.